Məşhur Uyğur teatri peşivası Ahmet Ömer, Uyğur yeni medeniyeti ve tiyatrçılık san'atining asoslıq namoyandalaridan biri. 40 necha yillik san'at hayotida Uyğur tiyatrçılığı uchun yurak qinini sarf qilgan atoqli komediya artisti Uyğur xalqining faxrlik o'g'loni Ahmet Ömer 1916 yili Qashqar shahriga tava Nazarbog' yezisida o'qimishliq oilada tug'ilgan. 1933 yilidagi aprel o'zgarishidan keyin ochilgan fanniy maktabda 3 yil o'qib, 1936 yili Urumchidagi o'lkalik Darul Mualliminga o'qishga kirgan. Kichigidilla yuragiga tutashgan san'at o'ti 3 yillik o'qish hayotida texmi ulg'ayib, ruhanni qo'dash, Logochev vaqasi qatorliq dramalarda bosh rolni voyaga yetkazib o'ynab, maktabda ko'zga ko'ringan o'quvchi artist bo'lib qolgan. 1939 yili o'qish bitirib Xotanga xizmatga taqsim qilingan. U Xotanga beribla sanoyi nafisa, ya'ni hozirgi san'at o'mak tashkillab, o'zi yezib, o'zi rejissorlik qilib, ham o'zi o'ynab, nurg'unlagan ilg'or iddilik asarlarni sahnalashtirib, Xotan teatrining taraqqiyotiga belgilik tuhfa qo'shgan. 1941 yili Gumunaylik ishchilar uyushmasiga rais bo'lib saylangandan keyin mu teatrchilik ishlarini ching tutib ishlab teatrxona soldirdi. Bu mezgilda undaq qozongan mundaq chumush, Farxur Hakim, G'erib Sanam, Farhod Shirin, Tahir Zuhra qatorliq drama operalarni sahnalashtirgan va Chimangul qatorliq dramalarda bosh rol olgan. Bu mezgil dal Gomindang aksiyatchilarining asabiylashgan vaqtlari bo'lib, Ahmet Ömer boshliq bir turkum ilg'or iddidagi yoshlar Gomindangning ko'ziga qadalgan mix bo'lib, oxiri ularni Xotandan qo'g'lab o'tgan. Ahmet Ömer buninglik bilan to'xtab qolmay, Xotandan billa qaytgan yoshlarni boshlab, Qashqarga kelib, bu yerdami teatr o'ynash orqali Gomindang doiralarining zitiga tekkan. Natijada 1947 yili 22 iyul Qosimjon Qambir qatorliq bir turkum ilg'or yoshlar bilan billa qo'lga ilingan. 1949 yili davlatimiz ozod bo'lgandan keyin Ahmet Ömer yana davomli atrofidagi o't yurak yoshlarni yig'ib, ozodlikni kuylaydigan numurlarni ijod qilib sahnalashtirgan. 1952 yili 3-oyda sharaf bilan Jungu Xalq Ozodlik armiyasi sepiga kirdi va Ozodlik armiyasining Qashqarda turishliq 5-korpus 13-diviziya san'at o'magining mas'ullaridan biri bo'lib qoldi. Bu jarayonda armiya ichidagi san'at talanti bor yoshlarni tashkillab, o'zi yozgan Tangdan keyin qatorliq bir necha sahna asarlarini sahnalashtirib, o'zi bosh rol olgan. Oqchashliq qiz operasini sahnalashtirib, armiya ichida alohida xizmat ko'rsatgan. 1953 yili harbiy sepidin kasb almashtirib, Janubiy Shinjang san'at o'makida rejissorlik va o'mak boshlig'i bo'lib ishlagan. Bu jarayonda Boy va Malay, Chavshan qizi, Shanxay kechisi, Robiya Saidin qatorliq dramalarga rejissorlik qilgan ham rol olgan. Uning teatr san'atidagi mo'l tajribasi ham talantini ko'zda tutgan rahbarlik uni 1955 yili Abdunum rayonlik Naqshi usul drama o'makiga rejissor qilib o'tgan. Shuningdan boshlab 1966 yilgacha ilgari oxiri bo'lib To'y, G'uncham, G'erib Sanam, Arshinmal Alan, 1 avgust bo'ronlari, 26 avgust harpsida, Guldirba yomg'iri yo'q, Gulnisa, Tamg'ini tortib olish, xemir turish silish kerak, Yalquntaq g'azibi qatorliq nurg'un drama va operalarda rol oldi va ba'zilariga rejissorlikmi qildi. To'lama afsus, inqilob yillarida chidg'usiz azob oqibatlarga duchor bo'lgan Ahmet Ömer partiya 3-umumiy yig'ini ichilib, elimiz osmonidagi qora bulutlar tarqagan chaqda yoshlik bahori urg'ib turadigan qiron ardin tinini har xil kasalliklar qoplagan kasalman buvayga aylandi. Shundoq bo'lsa-mu, teatr desa jon beradigan bu to'hbikor ustoz 1979 yili xizmati asliga kelgandan keyin o'mak tarafidan qayta o'ynalgan G'erib Sanam operasining muavin rejissorligini ustiga oldi. Orqadilla Beijing kino studiyasi ishlagan ranglik hikoya film Nasriddin apandiga maslahatchi bo'ldi. Shu yili 10-oyda taklif bilan mamlakatlik 4-navbatlik adabiyot san'atchilar qurultiyiga qatnashib, koni ustozlari bilan yana bir qitim jam bo'ldi. 1980 yili Abdunum rayonlik 3-navbatlik adabiyot san'atchilar qurultiyiga qatnashdi.
Ahmet Ömer'ning necha 10 yillik san'at hayotida rol olgan asarlardan boshqa o'z yozgan asarlarimi zo'r salmoqni egallaydi. Salomatligining yaxshi emasligi. Eng muhimi ko'zning yaxshi ko'rmaydigan chig'idimi ijodiyatni tashlab qo'ymadi. Ayni yillari yezilib bitmagan Farhod Shirin operasini va Qonliq Tilxat nomli dramasini Toshvoy nomli zo'r hajmlik o'chirkini yezib bitirib, o'zining bir qism yumur chaqchaqlari bilan qo'shib sahna asarlari to'plami tuzib, nashriyat o'rinlariga topshirdi. Natijada bu san'atkorning amgiki hargizmi yadi qolmadi. 1985-yili 6-oyda Shinjon xalq nashriyati tarafidan bu asarlar Ahmet Ömer asarlari degan nom bilan nashr qilib tarqatildi. Bu rahimsiz kasal oxiri bu giganit odamni yiqitdi. Uyg'ur teatr san'ati uchun qon ter singdirib, teatrning o'tida ko'yib, suyida oqqan bu hurmatga sazovor ustoz san'atkorimiz Ahmet Ömer 1987-yili 8-oyning 8-kuni bu ustoz san'atkor kasal sababi bilan qutqizish unin bermay biz bilan mangulik vidolashdi. Dunyoga keldingmi bir kuni ketsan, ket degan buyruqni bajo etsan. Gül terib ajringdan ichil durmasang, izingdan unudu minglarcha tikan. Ahmet Ömer akining hayoti xuddi yuqoridagi she'rdakla gül terish bilanla o'tdi. Elvida ustoz. Xotirjam eting. Siz tergan gullardan targ'an xushburoqlar mangu yo'qolmaydi.